Barchaga assalomu alaykum azizlar. Hozir Turkiyadagi eng kuchli klinikalardan biri bo'lgan Goen klinikasidan kelgan hamkorlarimiz, ya'ni radioterapiya bo'limidagi onkolog eng kuchli mutaxassis bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu amaliyot, ya'ni sizda hamma operatsiya aytgan bo'lsa ham, operatsiyasiz radioterapiya orqali davolash mumkin. Ushbu mutaxassisimizdan hozir o'zlari haqida, tajribalari haqida eshitib ko'ramiz. Ketdik. Salom, men doktor Ilham Nalman. Men Anqaradagi Goen shifoxonasining radiatsion onkologiya klinikasi rahbariman. Biz klinikamizda Variant Trubium STX nomli zamonaviy uskuna bilan ishlaymiz. Ushbu uskuna yordamida biz onkologik, saraton, kasalliklarga chalingan bemorlarda, ham kattalarda, ham bolalarda barcha turdagi osma, shish kasalliklarni qulay va samarali tarzda davolay olamiz. Biz qo'llaydigan usullar orasida IMIRT, IGRT, SBIRT, SIS kabi yuqori texnologiyali, ilg'or radiatsion terapiya usullari mavjud. Ushbu texnologiyalar yordamida davolash natijalari juda yaxshi bo'lib, bemorlarning ahvoli sezilarli darajada yaxshilanadi. Biz multidisplinar, ko'p yo'nalishli yondashuv asosida boshqa klinikalar bilan hamkorlikda tibbiy kengashlar, konsiliumlar o'tkazamiz. Ushbu kengashlarda qabul qilingan qarorlarga binoan bemorlar uchun eng optimal davolash rejasi birgalikda belgilanadi. Shifoxonamiz 50 yillik tajribaga ega bo'lib, unda 45 ta klinika, 250 dan ortiq o'rinli shifoxona va 10 ta jarrohlik xonasi mavjud. Shuningdek, zamonaviy uskunalar bilan jihozlanganligi tufayli bizning shifoxonamiz juda kuchli va samarali faoliyat yuritadi. Bu yerda bo'lishdan biz nihoyatda mamnunmiz. Sizni har doim klinikamizga va shifoxonamizga taklif qilamiz. Rahmat. Agar sizda qanaqadir onkologik muammolar bo'layotgan bo'lsa, buni hammasi operatsiya degani emas. Mana shu mutaxassisimiz bilan birgalikda sizga onlayn konsultatsiyalar tashkil qilib beramiz. Bulardan o'zlaridan konsultatsiya olgan holda sizni oddiy radioterapiya orqali, ya'ni kuchli texnikalar orqali sizni davolashimiz mumkin bo'ladi. Qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.